Bugün biz birlikte 2 milyon ortiq mablag' bilan aytilgan bu yerga bolalar kelib qolsa, o'rganishlarimiz o'yinning asos o'rin tutgan o'zguchi bo'lgan muzokaraxona bilan tunishib chiqaylik. Mana ichiga kirib oldik, qaraydigan bo'lsak, maqsadlarga futbol maydoni, chana telish maydoni, basketbol maydoni, voleybol maydoni, ping-pongchi maydon, bolalar amroq so'qash maydoni tatib hammasi bor ekan. Ma'lum bu yer qaraydigan bo'lsak, nihoyat oddiy bir yerga nima sababdan 2 millionlik mablag'ni sep qoldilar. Bu yerga bunday ko'p mablag' sep qo'yishdik. Maqsadim birisi hozir shahar ichida bolalar hamma yerda o'g'rimiz deb qolsa, mana 4 tomchi o'g'rim qoldi. To'g'ri. Bolalar bir boshqa yo'q. Asli bizning bolalarimiz qani qiziq, jo'shqin kayfiyatda cho'ng'atgan bolalar. Shuni sakrab o'ynaydigan, taqlaydigan bir yerlar bo'lish kerak o'g'rinishdan boshqa. Shunday bo'lganda bolalar texnik sog'lom cho'ng'irdi. Shunga bu yerni biz mana shu har qaysi o'yinlarni birlashtirib qildik. Bolalar dars o'rganib bo'lgandan keyin o'zi o'ynagan bir boshqa bo'lish kerak. Shunday qilib keyin har qaysi fanlarni o'rgangandan keyin tushdan keyin bolalarni qo'yib qo'ysa keyin o'g'irib telefon o'ynaydi. Hozir mana telefonniki jadal nihoyat og'ir oilada. Bizga bolalar otasining telefon tanlashi, ota-onalar bilan bolalar o'tirsa, nurg'un ziddiyatlar yuz beryapti. Shunga men mana bolalarga nisbatan telefonning ziynini qutildirish va boshqa yaxshi bir tarbiyalarni olib berish uchun biz har kun tushdan burun pantur o'rganadi. Tushdan keyin bolalarniki telefonni jiroq to'g'izish uchun tushlikda sirbining nisbatan gitar, usul, gangchang, piano, naqsha aytish, rasm mashq, futbol, basketbol, voleybol, so'qma to'p, ping-pongchi, yumorchi degandek suqash o'ynash maydon degandek mashg'ulotlarni hamma yo'l qo'ydi. Bu haqsiz qildik. Bu kasblarning hammasini o'sha o'qituvchi, kasbiy o'qituvchi sistemaga o'rgatadi. Endi odatda boshqa bir sirtlar kasbiy peshlik bo'lsa, bir usul turgimi Bremen ko'p ketadi. Ammo men buni haqsiz qildim. Sababi o'quvchi bolalarni telefonda jiroq qilish, ota-onalar bilan ziddiyat ishini oldini olish, telefonning salbiy ta'sirini nihoyat og'ir ko'zga ziyonli bo'lishdan boshqa salomatlik jihatdan undan boshqa telefonga har xil o'yin qo'yishdagi salbiy narsani ko'rib qolishlik bolalar ideyasi eng chong zararga uchraydi. Shunga boshlarni oldini olish asosida buni qilib boqdik. Shunday qilib biz yana mana shu maktabimizda o'quvchi bolalarga nisbatan farzand tarbiyasi, psixik yetaklashni nuqta qo'yib beryapmiz. Endi farzand tarbiyasida qanday yetaklaysa degan vaqtda bolalarniki yeyotgan, ishlayotgan, kiyayotgan, xashlayotgan, xo'shal yashayotgan mushuni kelish manbasidan keyin na'din keldiganligi, mushning ota-onalarning jafolik ishlash qantarballik keldiganligini, bolalarning mushning nisbatan ota-onalarga nisbatan bir hurmat tuyg'usi qo'zg'atish. Bu dunyoda faqat farzandlarning eng yaxshi do'stining faqat ota-onasi ekanligini his qildirish asosida bunday tarbiya olib boramiz. Endi psixik yetaklashda bolalarniki telefon o'ynash qilib kelishni oldini olish, o'rganish qiziqmaslik, diqqatini yig'olmaslik, baldir muhabbat ishlaydigan iborat mushlarning oldini olishda nuqta qo'yib boramiz. Buning unumi alohida yuqori bo'ldi. Shunga biz ham mush har qaysi chatki bolalar texnik sarxil bir muhitni yaratib, mushta bir kuchayish olib borildigan asosda shu o'rinlarni yasab chiqdik hisobda. Nihoyat yaxshi hisobda keng doiralik holatda butun bolalarning masalasini hal bo'ldi ekan shunaqa. Shunaqa. Hamda buni o'zguchi bo'lgan muzokaraxona deyishdik. Bundan hamda nurg'un muzokaraxonalarda oldiq bir tal pinbani tizib qo'yiblar, mush holatda o'zing o'rganish qildi, tashlab qo'ydi. Mushada mushtami yoki qandaroqda? Biz pinbani oldiq qo'ymadik. Endi nima qiladigan bu pinbani o'yda bo'lsa o'rganib olsa bo'lardi. Oldiq pinbani qo'ysak, bolalarniki bu birdan qiziqib qolgan to'xtab qoluvchi buning unumi yetarli bo'lmaydi. Endi biz naq maydon shanchan holatda turib o'rgatamiz. O'qituvchi kallas turib, o'quvchini besh turib bir-biri hissat asosan sistemaga o'rgatish yapamiz. Bu jarayonda har bir yillik ayrim tarbiyani biz boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'tir yilliklarini ayrim-ayrim yetaklash yapamiz. Bunday bo'lgan buning unumi alohida yuqori bo'ldi. Shunday qilib o'quvchilarniki har xil yuqori tuvan saviyada bolalar keldi biz oldimizga. Mosh bir qism bolalarniki darsni ishda qabul qilganlar va ba'zilar asarab qabul qilganlar va biz mana o'quvchiniki shu o'rganish qilish asosan qaysi o'qituvchining o'qish metodi shu bolaga tushadi. Qaysi xil o'rganish qilish usulini o'rgatganda abal unum bo'ladi degan asosda har bir o'quvchining sistemlik asosda loyiha tuzab bunday o'rgatish yapamiz. Ham o'quvchi bolaning döti yo'q, hammasi aqlli, ammo o'quvchi usul to'g'ri va o'rganish usul to'g'ri bo'lmasa, bu o'rganishning unum bo'lmaydi. Shuning biz ham mojatilda loyiha sistemlik e'tirof qilib bordik. Ham o'yatijimiz, tajribamiz bu loyiha mo'l. Unda olib qolsam shu ota-onalarga beradigan bir xush xabarlar bormi? Ota-onalarga beradigan xush xabar bor. Ham ota-onalar bizni izchil qo'llayotdi. Shunga ota-onalarga nisbatan biz bizniki shu mayak tarbiya maktabiga tizim oldiganlarga, ikki fan tizim oldiganlarga yana bir fan haqsiz so'q qilish. Ikkinchi birisi, bu ikkinchi mavsumlik bir qism dars materialga nisbatan biz haqsiz so'q qilish. Uchinchi birisi bayatda deb o'tgan o'rganish alohida kasb turlarining hammani Allohga biz haqsiz yo'l qo'yaptik. To'rtinchi birisi ham bolalar bu yerda agar kasbni o'rganayotgan bo'lsa, nima o'ynasa, nima qilishni xohlasa, shu bo'yicha o'sha o'zi erkin ozodi bir xil faoliyatlarni shug'ullanib o'tkazsa bo'ldi kunni. Bunday qilish maqsadimiz bor. Bolaning ruhiyati va psixik sog'lomligini sog'lom taraqqiy qilish uchun o'sha asosli qilmoqda. Xo'sh, unda olib qolsam o'shaning o'rni bilan aloqa qilishni birni mushu ota-onalarga bir deb bergan bo'lsak. Bo'ladi. Ota-onalar bizniki mayak tarbiya maktabimizning o'rni Kuchar shahrida, ya'ni Xonko'rik restoranining qarshi tarafidagi plan ko'chasiga 50-60 metr maqsadingiz yetib kelsiz. Aloqa qilish telefon nomeri 157 19 400 12. Boshqa muroqni aloqalasak bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, unda olib qolsa bo'lsa mushaga kelib amaliy sharoitlarni ko'rgash asosida bir qator mushabbi xilil ma'lum bilan suhbat bo'lishinglarni chin ko'nglimizdan qarshi olamiz. Unda olib qolsa bir taqib qo'yinglar. Rahmat.